ochig'i bo'lganda akalar bilan ko'rsam bori. O'rtoq qo'ygan. Bunaqa gaplarni gapirmagin bo'pti. Balki oramizda kazyol bordir. Qatdan bilasan, kazyol yo'q bo'lgan shu paytgacha hech qachon o'rtog'im kidalli pasvola qilib Yo'q qo'ygan, o'rtoq. Iltimos, men bilyapman-da. Kimdir kazyollik qiladi hozir. Voy, Kriyas. Qoch. Aka, ati jinoyatchilarni topdim. Tezroq boraylik. Bo'lib ketib yur. O'rtoq, men senga nima dedim, aytma dedim. Ha, hozir sindirib boshlab ketsa men nima qilaman, ha? Hamma boradi. Qochib ketamiz o'g'lim, если hech narsa yo'q. Qo'ysin-chi. Qo'y, to'xtalaring. Yaxshi. Kasb qilasanmi? Isming? Islat. Familiyang? Avazov. O'tishing? Ahrorovich. Yoshing? 18da. Kech bo'lganda nima yursanlar? Aka, biz to'g'risi ko'chaga chiqdik. O'rtog'imni ko'rib qoldik. Yomon bolalarga qo'shilgan ekan, nashaga o'tirib qolibdi, to'g'risini aytsam, aka. Yo'ldan qaytarmoqchi edik. Mana yanchimizga pushaymon bo'lamiz. Balki o'zing ham qo'shilgandirsan, u bilan qo'shilib. Yo'q, aka, men unaqa ishlar qilmayman o'zim. Sherigim hozir menga tasdiqlab berdi hammasini. Yolg'on gapirishga uyalmaysanmi? To'g'ri, aka. Yolg'on gapirib o'ylayotgandirsiz, lekin bilyapti, to'g'ri bordik. Lekin unaqa qimir o'ynamadik. Sheriklaring kim? Sheriklarim Akmal, Iskandar, Behruz. Sen bilan savol javobim tugadi, keyingisi bilan suhbat qilaman. Xo'p. Isming? Akmal. Yoshing? 9da. Familiyang? Abduhalilov. O'tishing? Akbarovich. Kech bo'lganda nima qilibsanlar? O'chanada o'tirgan paytimizda Iskandar og'ayimiz kelib qoldi. Va o'zim sizdan bilan gapiryapti. Biz bilan gaplashishdan keyin ketib bordi. Ketganimizdan keyin Nuri Mesani chaqirib keldi. Iltimos, biz kechiring. Bunaqa yo'lda bilan yurmaganman, aqlli bo'laman. Hozir uydan bilan ko'chaga chiqmaganman. Isming? Behruz. Familiyang? Sovlijonov. O'tishing? Sharipyevich. Kech bo'lganda nima qilibsanlar? Prosta og'aylarni oldiga keldim men. Men bunaqa pasvola bo'ladi deb o'ylamagandim u Iskandar. Men undan so'rab olaman, lekin chiqib qolgandan keyin zaпрос bo'ladi, okey? Siz men bilan o'da gaplashmayman-ki. Tushundingizmi, okey? Akmal, senga esa uni sudga beraman. Ishlar, senga esa uni sudga beraman. Senga kelganda sen bilan alohida gaplashaman. Hozir men bittasini chaqiraman, kimligini bilib olasanlar. Iskandar. Voy, qarab tur, qarab. Sanlar o'zi shu narsaga loyiqsanlar. Qarab turman, zo'radan chiqaman, so'ra olaman, bularni yo'q ko'raman. Yo'qsiri.